Juda ham ko'p aka-ukalarimiz so'ragan narsa bu beton vibratorimiz bo'ladi. Xo'p, akalar, bizda 3 xil model, 3 xil variant. Xo'p, Rolf brendimizga tegishli mana shunday apparatimiz bor. Bu beton vibrator. Asosan mana shu beton vibratorlar haqida bugun qisqacha obzor qilamiz. Xo'p, akalar, narxi atiga 8-10 ming so'm chiqadi. Motori 2 kilovatli misatmotkali 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Xo'p, отдельно shlenlar sotuvda bor. Bular shleni bo'lmaydi. Mana bu yerga qo'yib olinadi. Xo'p, akalar, juda ixcham, juda ham zo'r narsa. Xo'p, akalar, bundan tashqari mana shunday Uragan firmamizga tegishli motori ham 2 kilovatli bo'ladi. Narxi atiga 810 ming so'm chiqadi. Xo'p, misatmotkali 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Buni ham mana bu yerga shlenlari bo'ladi. Shlenlar qo'yib olasizlar, akalar. Xo'p, bundan tashqari Obay firmamizga tegishli mana shunday motori ham 2 kilovat bu ham, akalar, ko'rishlar mumkin. Narxi atiga 810 ming so'm chiqadi. Buni ham mana bu yerga shlen qo'yib olinadi. Shlenlar o'zimizda отдельно sotuvda bor, akalar. Kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Buni ustuni tarafi yangi uchastka yo birorta joyga beton quyilyapti turganida, mana bundan bitta olib qo'yasizlar. Betonni ichiga shlen tashab qo'yasizlar. Mana bu yerga shlen qo'yib turib, beton ichiga tashab qo'yasizlarda, betoningizni mustahkam, yaxshi qilib beradi. Ichidan bo'sh emas, to'ldirib, zichlab beradi. Akalar, kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonga bozor, 12 viloyatga dastlabki xizmatimiz bor. Arzonroq, kam ketigina qilib beramiz, akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.